Xayrli tong azizlarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Kuningiz zo'r bo'lib, barakatli o'tsin ilohim. Mana Faridaxon, assalom qiling qizim. Ketyaptilar bog'chaga. Xayr qizim. Yaxshi o'qigan xo'p? Xayr. Adijongachi? Hayajonlanib qoldi. Salom bergin bog'chapalaringga, xo'p? Qanaqa berasan? Baroqa. Beshigini olib ketyapmiz Ra'noxonni. Beshidan chiqib ketdilar qizim. Beshida yotmayaptilar. Shuning uchun olib ketyapmiz. Bu shunaqa gaplar. Ra'noxonga kecha privka oldik, qizamiqqa qarshi va yana ikkita og'ziga quyishdi. Qanaqadir dori. Nimadir deyishdi. Bittasi qorin og'rishiga, kishechniklarga deyishdi. Bittasi yana nimagadir. Xullas, ozgina injiq bo'lib qolganlar, ozgina. Shunaqa. Assalomu alaykum, yana bir bor xayrli kun azizlarim. Kechagi qo'ygan reelsimga hammalar o'zimga yozyapsizlar. Chorvoqqa qanaqa bo'ldi, necha kishiga, kishi boshigami? Umuman olganda ularga yozishinglar kerak. Mayli, men ham ma'lumot berib o'taman. Raz savol beribsizlar. Demak, Chorvoqqa borganda kishi boshiga 350 ming so'mdan to'lab, er-xotin yoki ota-onalarni olib borib, mazza qilib aylantirib kelsangiz bo'ladi. Buni ichiga nimalar kiradi? Basseyn, hammom turetskiy, keyin rossiyskiy hammom kiradi, ya'ni sauna. Keyin PlayStation kiradi, keyin o'yingohlari bor, ko'rdinglar. Lekin havosiga gap yo'q. 3 mahal ovqat ham shuni ichiga kiradi. Agar ro'zador bo'lsangiz, ertalab saharlik qilib berishadi. Agar kimdir ro'zador bo'lmasa, obed ham, zavtrak ham qilib berishadi. Kechki iftorlik ham bor. Bemalol mazza qilib dam olib kelasizlar. Zo'r ekan, ham arzon-da, dachadan 1000 marta arzon tushadi. Bilasizlar, dachaga ham chiqib turamiz, lekin endi dachaga chiqmaydigan bo'ldik. Sababi dachaga borsanglar, dachani o'zini 250-300 dollarga olasizlar. Keyin o'tda to'g'risini aytaman, men dam ola olmayman. Sababi produktda ham qilinadi. 200 dollarga kamida produktda. Keyin o'tirib faqat pishirib qo'ydir, ovqat qil, bolalarga qari, o'qil, buqil bilan dam olgandek bo'lmaydi ayol kishi. O'shaning uchun menga juda ham ma'qul bo'ldi gostinitsa, sababi ovqatlar tayyor, bir-biridan mazali ovqatlar, svejiy vozdux. Bolalaringlar bezopasniy joyda o'ynaydi, mazza qilib, ploshatkalari bor. Keyin xohlagancha PlayStation o'ynaydi. Umuman olganda basseyn ichida hech kim kirmaydi sizlardan boshqa. Saunalari bor. Ba'zi dachalarda sauna yo'q misol uchun. Shunaqa, lekin top-toza, u nima xizmat ko'rsatish servisiga ham gap yo'q, вообще zo'r qarashdi. Mana marjonichka kiydilar, qo'ynayni, bu zakaz ekan. O'sha o'quvchilarimiz bemalol zakazga ham tikishyapti. Qo'yili. Boshqatdan oling, naskim yechmabman. Mayli, oyog'ingiz tushmayapti, o'ldirasiz. Barbie bo'lib qoldingiz, kukla bo'lib. Voy, qo'yili, qo'llaringiz dard ko'rmasin, Fatima. Voy. Vashi chiroyli chiqibdi. Necha pulga tikdingiz endi? Ayting, 1 million dollar deng. Bu o'zi Turkiyaniki ekan, 270 dollar deydi. Ha, ana. Men buni 500 ga tikdim. Uxti, boplabsiz. Materiali alohida? Materiali alohida 500 mingga tikibdilar. 270 dollarlik narsani qaranglar. 500 mingga tiktiribdi klientlari, qoyili. Lekin o'shandan ham chiroyli chiqibdi. Men bitgacha rasmini qo'yib qo'yaman. Menga tashab qo'ying, mana shu ekranga qo'yib qo'yaman. Ko'rishadi. Zo'r chiqibdi. Rangi ham один к одному. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, sog' bo'ling.